Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana velosipedimiz где-то bir haftadan beri turganmiz, havo sovuqligi sababli. Ish qila olmayotgandim. Mana Xudo xolasa bugun kunlar chiqib, tayyorlashga tushdim. Mo'ykalarni ponni qilib, uje terishga tushdim. Mana buni bolt kekalarni mana kiloli sotib olaman. Manaqa yaxshi bolt kekalar bo'ladi mana. Yangi kiloli bo'ladi. Mana bu shayba, yangi shayba. Mana bu geyka. Geykasi ham oddiy geyka bo'lmaydi. Ichida rezinasi bor geyka bo'ladi. Prostoy geyka emas bu. Ichida rezinasi bo'ladi. Yuratsida bo'shab ketmaydi bu. Yaxshi bolt geyka. Kiloli sotib olaman, arzonroq tushadi menga. Mana hamma yo'g'ini kraskani ko'rishlaring mumkin idealniy holatda. Mana bu yerda ozgina petnosi bor, mana bu yerda bor. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu yoqda g'ildiraylarni yuvib qo'yganman, tayyor qilib mana. Tayyor g'ildiraylari. Mana karcherim bor. Qolgan hamma narsasini yuvib qo'ydim. Karcherimda yuvib, tozalab hamma yo'g'ini qo'yaman. Xudo xolasa o'zimni ko'nglimdagidek chiroyli qilib tayyorlayman. Unaqaligi bir yerdan misol ko'nglimga yoqmagan bo'lsa, srazi almashtiraman yoki nimadir qilaman. Atak bu Germaniyadan kelayotgan velosipedlar unaqali strashni bir yerda buzuq joyda kelmaydi. Asosan mana troslarni ichi qotib qoladi, boshqa bo'ladi. Tros almashishi mumkin, qolgan joyda o'sha svej holatda bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa mana chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana bu yerda ham bor, uyning ichida ham bor. Har xil turlardan bor mana. Like va podpiska bosh esdan chiqmasin. Xudo xolasa 700 tadan o'tdim podpischagim. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa podpischagim 1000 ta bo'lganda prямой efirim ochiladi. Yana ham tushunmaganlarga, velosiped sohasini tushunmaganlarga prямой efir qilaman. Ko'proq nafim tegadi, haligi foydam tegadi demoqchiman. Odamlar foydalanadi. O'shaning uchun videoni ko'rganda sizlardan iltimos podpiska bosib ketinglar. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Efirimda tushunmagan joylarni tushuntirib, xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman.